AQSh ochiq urushda yenga olmagan rejimni oddiy eronliklar qo'li bilan amalga oshirmoqda. Kichik Pahlaviyning kutilmagan faollashuvi ortida oddiy xalq irodasi emas, balki mintaqadagi strategik manfaatlarning to'qnashuvi yotibdi. Amerikadan qaytayotgan shahzoda Rizo Pahlaviy Eronni qutqaruvchimi yoki G'arb qo'g'irchog'i? Eron yana G'arbning mintaqadagi ishonchli tayanchiga aylanadi. Qasos zarbasi Tehron qo'shni davlatlarni ogohlantirdi. Amerika bazalaridan uchgan har bir o'q uchun butun mintaqa nishonga olinadi. Eronning raketa hujumi xavfi fonida bazadagi 10 mingga yaqin shaxsiy tarkibning bir qismiga hududni zudlik bilan tark etish buyrug'i berilgan. Haqiqiy eronlik o'z masjidini yoqmaydi. Namoyishchilarning asl yuzi ochildi. Birorta ham musulmon o'zi boshini sajdaga qo'yadigan ibodat joyini yoqib yuborishga aslo jur'at qilmaydi. 18 kunlik isyon ortida kim turibdi? Trampning yordami va Pahlaviyning kutilmagan faolligi ortida maxfiy rejalar fosh bo'lmoqda. Bugungi kunda Eron islomiy rejimi o'z tarixidagi eng og'ir ichki va tashqi bosimlardan birini boshdan kechirmoqda. G'arb davlatlari, xususan AQShning bevosita ko'rsatmalari va iqtisodiy sanksiyalari ostida harakat qilayotgan muxolif guruhlar mamlakatdagi mavjud tizimni ag'darishga har qachongidan ham qattiqroq kirishgan. Bu jarayonning markaziy figurasiga aylanayotgan shaxs esa sobiq shohning o'g'li, 10 yillardan buyon AQShda panoh topgan Rizo Pahlaviydir. Siyosiy tahlilchilar va ko'plab kuzatuvchilarning fikrlariga ko'ra, kichik Pahlaviyning kutilmagan faollashuvi ortida oddiy xalq irodasi emas, balki mintaqadagi strategik manfaatlarning to'qnashuvi yotibdi. Rizo Pahlaviyning AQSh va Isroilning siyosiy qo'g'irchog'i sifatidagi roli tobora yaqqol namoyon bo'lmoqda. Uning Tel Avivga amalga oshirgan rasmiy tashriflari va Vashingtonning yuqori doiralardagi uchrashuvlari Pahlaviylar sulolasini qaytarish loyihasi Eronning milliy mustaqilligini qayta tiklashi emas, balki uni yana G'arbning mintaqadagi itoatkor tayanchiga aylantirish rejasi ekanligini anglatmoqda. Buni Pahlaviyning AQSh va Isroil manfaatlariga mos keladigan bayonotlar bilan chiqayotganidan sezish qiyin emas. To all of our friends around the world. Eronning muhtaram xalqi va xalqaro hamjamiyati, biz islomiy rejim zulmidan xoli yangi Eron ostonasida turibmiz. Pahlaviylar sulolasi vorisi sifatida men yangi davlatning 3 ta asosiy ustunini e'lon qilaman. Birinchidan, biz yadroviy qurol dasturini zudlik bilan va butunlay to'xtatamiz. Eron endi dunyo uchun xavf emas, balki G'arb nazorati ostida atomdan faqat tinchlik yo'lida foydalanadigan shaffof davlatga aylanadi. Ikkinchidan, AQSh bilan uzilgan strategik aloqalarni qayta tiklaymiz. Washington bizning asosiy ittifoqchimiz bo'ladi. Biz G'arb investitsiyalari va siyosiy yo'riqnomalari uchun barcha eshiklarimizni ochamiz. Uchinchidan, Isroil davlatini rasman tan olamiz. Tel Aviv bilan ko'p yillik dushmanlikka chek qo'yib, diplomatik va harbiy sheriklikni yo'lga qo'yamiz. Bizning tashqi siyosatimiz Quddus bilan do'stlik va AQSh ko'rsatmalariga sodiqlik asosiga quriladi. Eron yana G'arbning mintaqadagi ishonchli tayanchiga aylanadi. Ushbu kuchlar Eron ichidagi ijtimoiy noroziliklardan qurol sifatida foydalanib, demokratiya niqobi ostida Isroil va Eron manfaatlariga xizmat qiluvchi yangi eski rejimni o'rnatishni ko'zlamoqda. Shu tariqa Eron bugun nafaqat ichki inqiroz, balki xalqaro miqyosdagi ulkan geosiyosiy o'yinning qurboniga aylanish xavfi ostida turibdi. Donald Trump va Eron yordam niqobi ostidagi yangi strategiya. Trump o'z bayonotlarida doimiy ravishda Eron xalqining do'sti ekanligini va ularni rejimdan qutqarish uchun yordam qo'lini cho'zishga tayyorligini ta'kidlab keladi. Biroq bu yordam va'dalar ortida ancha chuqur va xatarli hisob-kitob yotibdi. Ular 10 yillardan buyon rejalashtirib kelgan millionlab dollar sarflangan, ammo 12 kunlik urushda ham uddalay olmagan ishni, Eron rejimini jar yoqasiga olib kelishni bugun oddiy namoyishchilar tekinga bajarib bermoqda.
Tarixan AQSh va uning ittifoqchilari Eron islomiy rejimni harbiy yo'l bilan, hatto ochiq to'qnashuvlar orqali, masalan, 12 kunlik qisqa ammo shiddatli harbiy keskinliklar davrida ham ag'darishni uddalay olishmadi. Bugun esa Trump va uning jamoasi strategiyani o'zgartirgan. Ular ochiq urushda erisha olmagan g'alabalarni oddiy xalqning qo'li bilan amalga oshirishga urinishmoqda. Xalqni qurolga aylantirish, iqtisodiy sanksiyalar orqali xalqni qashshoqlashtirib, so'ngra barcha aybni rejimga yuklash orqali odamlarni ko'chaga olib chiqish. Trampning Eron xalqi ozod bo'lishi kerak degan shiorlari amalda Eronni ichkaridan yemirib, AQSh va Isroilning mintaqadagi asosiy raqibini, Eron islom rejimini yo'q qilishni ko'zda tutadi. Shunday qilib, Trampning yordami bu Eron xalqining kelajagi uchun emas, balki Isroilning xavfsizligi va AQShning yaqin sharqdagi mutlaq hukmronligini tiklash uchun o'ylangan geosiyosiy tuzoqdir. Pahlaviy esa bu o'yinda g'arblik xo'jayinlarining topshiriqlarini so'zsiz bajaruvchi ijrochidan boshqa narsa emas. Eron hukumatı 18 kundan buyon davom etayotgan namoyishlarda qatnashayotgan shaxslarning haqiqiy eronlik ekanligiga shubha bildirib, ularni tashqi kuchlar tomonidan yollangan terrorchilar deb atagan. Mamlakat tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi bu borada o'ta keskin bayonot bilan chiqdi. Uning so'zlariga ko'ra, namoyishchilar g'alati tarzda aynan masjidlarni nishonga olmoqda va hozirga qadar 350 dan ortiq masjid yoqib yuborilgan. Aroqchi hech bir eronlik o'z e'tiqodi va ibodat joyiga o't qo'yishga jur'at eta olmaydi deb ta'kidlar ekan, bu harakatni namoyishchilarning chet ellik josus ekanligiga asosiy dalil sifatida ko'rsatgan. Biz bugun Eron ko'chalarida sodir bo'layotgan voqealarning ichida nihoyatda mash'um va jirkanch bir rejani ko'rib turibmiz. Mamlakat bo'ylab 350 ta masjidni yoqib yuborilishi bu shunchaki tartibsizlik emas. Bu Eron xalqining ma'naviy ildizlariga qilingan hujumdir. Men bir narsani ishonch bilan ayta olaman. Birorta ham haqiqiy eronlik, o'z vatanini sevgan, birorta ham musulmon o'zi boshini sajdaga qo'yadigan ibodat joyini yoqib yuborishga aslo jur'at qilmaydi. Masjid bu Eronning qalbi, bizning madaniyatimiz va iymonimiz ramzi. Uni vayron qilish, muqaddas dargohlarga o't qo'yish xalqimizning tabiatiga butunlay begona. Bu holat alohida ta'jub va shubha uyg'otadi. Namoyishchilar niqobi ostida harakat qilayotgan chet eldan yo'riqnoma olayotgan guruhlar aynan masjidlarni nishonga olmoqda. Bundan maqsad bitta, xalq va islomiy qadriyatlar o'rtasida jarlik paydo qilish. Masjidlarga o't qo'yayotganlar eronliklar emas, balki tashqaridan boshqarilayotgan iymonini va vijdonini sotgan kimsalardir. Biz bunday muqaddas qadamjolarga qilingan tajovuzni javobsiz qoldirmaymiz. Ichki g'alayonlarni bostirishga muvaffaq bo'layotgan rejim qasos zarbasi berishga ham tayyorgarlik ko'rgan. Tehron AQShning mintaqadagi ittifoqchilari Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirligi, Turkiya va Qatarga nisbatan murosasiz harbiy ultimatum yo'lladi. Ogohlantirishda aniq shart qo'yildi. Agar ushbu davlatlar hududidagi Amerika bazalaridan Eronga qarshi har qanday zarba berilsa, nafaqat bu bazalar, balki ularga mezbonlik qilayotgan mamlakatlarning o'zi ham Eron raketalarining bevosita nishoniga aylanadi. Vaziyatning urush yoqasiga kelib qolganini yaqin sharqdagi AQSh qo'mondonlik markazi hisoblangan Al-Udeyd aviya bazasidagi favqulodda harakatlar tasdiqlamoqda. Reuters va CNN xabarlariga ko'ra, Eronning raketa hujumi xavfi fonida bazadagi 10 mingga yaqin shaxsiy tarkibning bir qismiga hududni zudlik bilan tark etish buyrug'i berilgan. Chunki Trump uzoq davom etadigan urushlarga qarshi. Hozirda yaqin sharqda joylashgan 40 ming nafar AQSh askari Eron kabi katta harbiy salohiyatli davlatni egallash uchun yetarli emas. Dunyodagi eng yirik aviya tashuvchi kema hozirda Karib dengizida Janubiy Nayza operatsiyasi bilan band. Uning Eron qirg'oqlariga yetib kelishi uchun kamida 17-20 kun vaqt kerak bo'ladi. Donald Trampning Eronga nisbatan harbiy ritorikasi so'nggi soatlarda biroz yumshagandek ko'rinsa-da, Washington hamon kuzatish va kutish pozitsiyasida qolmoqda. Trump Eronda odamlarni o'ldirish to'xtagani va rejalashtirilgan qatllar amalga oshirilmasligi haqida ma'lumot olganini aytdi. Harbiy aralashuvdan voz kechasizmi degan savolga u kuzatamiz va ko'ramiz deya noaniq
javob berdi. Erondagi qonli isyon 18 kundurki misli ko'rilmagan talofatlar bilan davom etmoqda. Inson huquqlari faollari axborot agentligi ma'lumotiga ko'ra 2025-yil 28 dekabrdan buyon davom etayotgan to'qnashuvlarda kamida 2435 nafar namoyishchi va 153 nafar hukumat vakillari halok bo'lgan. Bu raqamlar mamlakatni 1979-yildagi inqilobdan keyingi eng dahshatli va qonli norozilik to'lqini qurshab olganini tasdiqlaydi. Tehron, Sheroz va Kirmanshoh ko'chalari haqiqiy jang maydoniga aylangan. Internet butkul uzilgan sharoitda xavfsizlik kuchlari namoyishchilarni shafqatsizlarcha o'qqa tutmoqda. Mazkur qirg'inning ko'lami avvalgi barcha noroziliklardan o'tib ketdi. Eng ko'p talofatlar hukumat internetni butunlay uzib qo'ygan qora kunlarga to'g'ri keldi. Aynan shu kunlari xavfsizlik kuchlariga namoyishchilarni ayab o'tirmasdan yo'q qilish haqida maxfiy buyruq berilgani aytiladi. Halok bo'lganlarning 90% dan ortig'i 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar, jumladan tasdiqlangan ma'lumotlarga ko'ra, kamida 100 ga yaqin voyaga yetmagan bolalar bor. Vaziyatning o'tkirlashishi shundaki, Eron iqtisodiyoti realning 50% ga qulashi va xalqning nafrati shunday nuqtaga yetdiki, endi nafaqat talabalar, balki rejimning tayanchi hisoblangan barcha savdogarlar va ishchilar ham umummilliy ish tashlashlarga qo'shilgan. Eron bugun nafaqat islomiy rejimni saqlab qolish, balki o'zining mustaqil davlat sifatida yaxlitligini saqlab qolish imtihonidan ham o'tmoqda. Agar ichki g'alayonlar tashqi kuchlarning to'liq nazoratiga o'tsa, Eron demokratiya niqobi ostidagi yangi mamlakatga yoki uzoq yillik xavf o'chog'iga aylanishi hech gap emas. Forslar shunday xavfli o'yinda ishtirok etmoqdaki, unda yutqazish nafaqat joriy siyosiy tuzumning tugashi, mamlakatning geosiyosiy xaritalardan o'chib ketishi yoki tashqi kuchlarning irodasiga mutlaq bog'lanib qolishini anglatadi.